Bugün keşik tamakka qonaq ish qildim. Chunki uyga bugun cho'nglar kelgandi. Cho'nglar yengil suyuq silang tamaq yeyishni yaxshi ko'rdi. Ajoyib o'xshab ketibdiki, ta'm tilingizda qoldi. Buni qanday qatdimki, qinamiz birlikda o'rgandik. Buningki talakchalarni videoda ko'rsatilgandek ushshaq to'g'rib olamiz. Uningdan piyaz, samsoqlarni to'g'rib olamiz. Uningdan bir bosh qo'naqni videoda ko'rsatilgandek qirib olamiz. Umashayotgan qo'rib bir itib yaqinglar, ta'm tilinglarni qag'dak ajoyib o'xshaydi ekan. Bugun mening ishlatganim yanıla Atbuloq 1-darajalik zig'irmayi, Atbuloq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, oziqlik qimmat saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mim shunchalik payzam tetimliq. Ko'rib turganinglardek go'shtni bekroq qo'rivatgandan keyin samsoq, bosh piyoz, azroq tuz silib qo'raymiz. Uningdan keyin chamg'ur bir tal pandirni ushshaq chanab silib etamiz. Ondan keyin qozonga odam sonimiz qarta suv qo'yib, qozon qaynagandan keyin qozonning suyidan bir chini elib, mushunga qo'noq unni chalamiz. Ondan keyin kava qo'noqlarni silib qaynatamiz. Har kun mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni tushunib o'tyapman. Izdegan topamay qolmas uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayoniga haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Qozon qaynagandan keyin tuz ta'min tetib, hozir chilib olgan umuchimizni qo'yib, taxminan bo'sh o'tda 10 minut qaynatgandan keyin ko'ksalardan ustiga silib, ikkilashtirib mayli cho'nglarning oldiga keling yoki bolalaringizga etib biring, maqtab turib ichib ketadi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi etib sinab yiqing.